Assalomu alaykum Mekandash Media YouTube kanalının ko'ruvchilari. Salamatsizlarmi? Bugun Uxnadagi havo rayini ko'rsatib qo'ying dedim. Alista yurganlarga kun sovuq, qor qalin, 7-8 cm gachayin jodi. Hozirda sovuq qor javoyotadi. Baldar mantib muzatishotadi. Qachondan beri Mustafa Ishbay Boldardagi qishni sog'inib qolibdir. Qardi. Na Uxnadagi orayi shunday. Bizning kanalga qatorlashni unutmangizlar, like'dan bosib qatorlovchilarning sonini ko'paytirishga yordam beringizlar. Buyursak, yaqin arada yaxshi sizlarga yoqimli videolar chiqarib turamiz. Ana sunuz tuğa bir baş kere gider. Şu